Leksimizi davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Amerika Birleşme Agentligi Jungo ve Reis Xi Jinping qatma-qat tosqunlikqa yuzlanadigan 2016-yil sayrlavilik maqola e'lon qildi. Maqola 1-ayning 13-kunji kuni Washington orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Birleşme Agentligi 11-kuni tarqatgan bir parcha xabarda 2016-yillik Jungo iqtisodi va Jungoning siyosati bo'yicha qiyosan hukm qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo va Reis Xi Jinpingga nisbatan aytganda 2016-yil qatma-qat to'sqinlik uchraydigan bir yil bo'ladi. Her bir hafta o'tdi. Reis Xi Jinpingning kunlari xotirjam, muqim bo'lolmay qoldi. U duch kelgan masala jumladan baho tushib ketgan paychak bozori va tersa ittifoqdoshi Chavshan paydo qilgan yangi ig'vogarchilik, xalq pulining qimmati ojizlab ketish, iqtisod tuvanga qarab sirilish, Tsai Ing-wen xonimning Tayvanda prezident bo'lib saylanishining mumkinligi, Tayvandagi Demokratlar Taraqqiyot partiyasining nomzodi yoki shuning rais bo'lgan Tsai Ing-wen xonimning bu qatimqi saylamda Tayvanda prezident bo'lib saylanishining mumkinligi, Reis Xi Jinpingning siyosiy dushmanlarining xaraslari, Janubiy Jungo dengizi masalasi, Shangang demokratiya chillarining yoki demokratlarning davomli kurashni davomlashtirishi qatorliq xilma-xil qatma-qat ziddiyatlarga 2016-yil to'g'ri keladi Xi Jinping deb ko'rsatdi. Biz buning ichidagi Tayvandagi saylamda edik. Oldimizdagi shanba kuni bu saylam o'tkaziladi. Hozir al-Royi bo'yicha aytganda Tsai Ing-wen xonim birinchi qatorda ketyapti. Tayvandagi saylam to'g'risi xilma-xil qarashlar, xilma-xil ko'z qarashlar o'tirg'i chiqdi. Jungo oshkor qilmagan bilan, lekin boshqa yo'llar bilan, turli yo'llar bilan bu saylamga to'sqinlik qilyapti. Agar Jungo demokratik yo'lga mengishda xohlamasidan bu Tayvanla emas, Tayvan bo'g'ozining tinchligini o'ylaydigan Tayvanla emas. Jungo agar Tayvanning tinchligini yoki Tayvan bo'g'ozining tinchligini o'ylaydigan bo'lsa, bu qatim agar Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot partiyasining nomzodi Tsai Ing-wen xonim saylanib o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, Reis Xi Jinping apandi o'tgan yili 11-ayning 7-kuni Singapurda Kuomintangning prezidenti Ma Ying-jeou bilan ko'rishganda, agar tinchlikni xohlaydigan bo'lsa Jungo partiyasi, Tayvan bo'g'ozi tinchlikni, muqimlikni xohlaydigan bo'lsa Jungo partiyasi, Tayvanda saylamdan o'tgan prezident bo'lib saylanadigan Tsai Ing-wen xonim bilan o'xshash, ya'ni Singapurdami, Taylanddami, Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir davlat ko'rishni o'rinlashtirsa, u vaqtda Reis Xi Jinping dunyoga hukmron bo'laman deyapti, boshda so'zlab kelyapmiz-ku. Shu dunyoga hukmron bo'lishni yoki dunyoga o'zini ko'rsatishning yo'li deb qo'shni diktatorni, harbiy harakatni plan kirgizmay, mana shunday demokratik yuzlanishni plan kirgizsa, u vaqtda Reis Xi Jinping to'g'ri qilgan bo'ladi.